Yurtimizda 21 aprel kunidan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi, O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi, Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi, Xalq ta'limi vazirligi, Yoshlar ishlari agentligi va boshqa tashkilotlar bilan hamkorlikda O'zbekiston kitobxonlar yurti shiori ostidagi 5-Respublika kitobxonlik haftaligi o'tkazilmoqda. Uning doirasida Olmaliq shahar axborot kutubxona markazida korxona, tashkilot va ta'lim muassasalari ishtirokida qator ma'naviy ma'rifiy tadbirlar bo'lib o'tdi. 21 aprel kuni Kitobxon yoshlar yurt kelajagi mavzusida tashkil etilgan tadbirda 22-umumta'lim maktabining o'quvchi yoshlari ishtirok etishdi. Unda kitobning inson qalbida vatanga muhabbat, yurtga sadoqat, odamlarda mehr-oqibat kabi tuyg'ularni kamol toptirishdagi o'rni haqida so'z yuritilib, kitob o'qigan kishining ma'naviyati yuksalib, dunyoqarashi kengayishi haqida alohida to'xtalib o'tildi. Maktab o'quvchilari kitobni madh etuvchi she'rlar, hikmatli so'zlar, sahna ko'rinishi va kuy-qo'shiqlar ijro etishdi. 24 aprel kuni esa O'zbekiston kitobxonlar yurti haftaligi doirasida Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi shahar bo'linmasi hamda 1-mintaqaviy hudud 49-son manzil koloniyasi bilan hamkorlikda intellektual ko'rik tanlov tashkil etildi. Tanlovda saralash bosqichidan muvaffaqiyatli o'tgan 15 nafar jazo muddatini o'tayotgan shaxslar ishtirok etishdi. Birinchi shartda qatnashchilar kitoblardan keltirilgan qisqa parchalar yordamida asar nomini topib, u haqida ma'lumotlar berishi kerak edi. G'arib shodimon bo'lmas emish, el anga shafiq va mehribon bo'lmas emish. Oltin qafas ichida gal qizilgul bitsa, bulbulga tikyondek oshyon bo'lmas emish. Keyingi shartda ishtirokchilar buyuk siymolar hayoti va ijodiga oid 10 ta test savollariga javob berishdi. 5-Respublika kitobxonlik haftaligi doirasida o'tkazilgan ko'rik tanlovning yakuniy natijalariga ko'ra 3-o'rin va 500 ming so'mlik pul mukofoti Davron Muzaffarovga, 2-o'rin va 700 ming so'm Murodjon Jo'rayevga nasib etdi. Eng yuqori 25 ball to'plagan Shohidbek Ibragimovga 1 million so'mlik pul mukofoti topshirildi. Barcha g'oliblarga tashkilotchilar tomonidan tashakkurnoma va badiiy kitoblar tuhfa etildi. Shu jumladan hammalarga rahmat, tanijoninglar sog' bo'lsin. 27 aprelga qadar davom etadigan haftalik dasturidan yangi kitoblar taqdimoti, kitob savdosi ko'rgazma yarmarkalari, turli aksiya va viktorinalar, mahorat darslari, shoir va yozuvchilar bilan uchrashuvlar hamda boshqa ma'naviy ma'rifiy tadbirlar o'rin olgan. Koloniyada jazo muddatini o'tayotgan mahkumlar o'rtasida kitobxonlik tanlovini o'tkazdik. Bu tanlovda 3 ta kitobxonni aniqlab oldik. Birinchi bosqichdan o'tib, ikkinchi bosqichga, ya'ni mintaqalar o'rtasida bo'ladigan ko'rik tanlovga buyog'iga endi tayyorgarlik ko'ramiz. Xudo xolisa, birinchi o'rinlarni egallaymiz deb umid qilaman. Kitob inson ruhiyatiga, tafakkuriga va kelajakdagi hayotiga bevosita ta'sir etuvchi kuchli vosita. Bilib-bilmay jinoyat sodir etgan shaxslarni jamiyatga qayta ijtimoiylashtirish, ularni to'g'ri yo'lga boshlashda ham kitob mutolaasi juda muhim ahamiyatga ega. Zero ilmga oshno bo'lgan qalbda yomonlik, egri fikrlar, qahru g'azab tuyg'ulari bo'lmaydi.